Har qanday insonning hayotidagi eng muhim va ta'sirli odami bu uning onasi sanaladi. Kimda kim hayotda qandaydir biror yutuqqa yoki muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa, uning ortida ona turadi. Mashhur tobiinlar Robiatur Ray islom olamining yirik olimlaridan edi. Uning otasi Farruh jangchi va mohir chavandoz buyuk sahoba Robi'a ibn Ziyod Horisiy radhiyallohu anhu ning yordamchisi edi. Janglarda unga hamrohlik qilardi. Urushlar nihoyasiga yetgach, Robi'a ibn Ziyod Horisiy radhiyallohu anhu Farruhni ozod qilib yuboradi. Farruh Madina shahriga kelib oila quradi. Yosh oila tinch va baxtli hayot kechira boshlaydi. Orada kunlar o'tadi. Farruh yana urushga chaqiriladi. U ko'zi yorishi arafasida turgan ayoliga bir necha ming dirhamni qoldirib ketadi. Ozgina muddatdan keyin farzand dunyoga keladi. Onasi uni oq yuvib, oq taraydi, o'zi yemay yediradi, ta'lim va tarbiya beradi. Farzandi hali yosh bo'lishiga qaramay, uni turli ustozlarning huzuriga olib boradi. Natijada farzandi Qur'oni Karimni va bir qancha hadislarni to'liq yod oladi. Oradan ancha yillar o'tadi. Farzand otasini juda intiqlik bilan kutardi. Otasi haqida hech qanday xabar yo'q edi. Ammo kunlarning birida bir to'da askarlar jangdan qaytishadi, lekin Farruh ularning orasida ko'rinmasdi. Qattiq qayg'uga botgan ona farzandining ilmli bo'lishi uchun yana harakat qilishda davom etadi. Ona tunlari tahajjudda farzandining haqqiga duo qilardi. Kunduzi esa o'g'lini darsga olib borardi. Yon atrofdagilar unga achinib, o'zingga ham rahming kelsin desalar, u ustozlarimiz sen ilmga boringni bermaguningcha ilm senga bir bo'lagini ham bermaydi deb aytishardi derdi. Soatlar ortidan kunlar, oylar ketidan yillar o'tdi. Ona butun umrini farzandining kamoli uchun baxshida qilgan Robi'a Ray yetuk olim bo'lib yetishdi. U Madina masjidida dars berardi. Yosh u keksa odamlar uning atrofini o'rab olib, aytgan har bir so'zini diqqat bilan tinglashardi. Kim islom olamiga Robiatur Ray kabi mashhur muhaddis va faqihni yetkazib berdi? Uning onasi. Ona turmush o'rtog'i qoldirgan dirhamlarni dunyoning o'tkinchi matohlariga emas, balki farzandi olim bo'lishi uchun sarfladi. Imom Muhammad ibn Idris Shofiiy rahimahulloh otasi vafot etganida hali yo'rgakdagi chaqaloq edi. Kim uni butun dunyoga mashhur Imom Shofiiy bo'lib yetishiga hissa qo'shdi? Uning onasi. Onasining moliyaviy holati juda og'ir edi, lekin onasi nihoyatda oqila va taqvodor edi. Dilbandi ilm olish uchun o'z yurtini tashlab Makka ga ko'chib o'tadi. Farzandiga dastlab Qur'oni Karimni, so'ngra hadislarni yodlatdi. Keyin chiroyli nutq qilishni o'rganish uchun badaviy arablarga yubordi. Ular bilan 4 yil birga bo'ldi. Onasi farzandining ilmli bo'lishi uchun tunu kun harakat qilardi. O'g'lini Imom Malikning huzuriga olib bordi. Imom Shofiiy Imom Malikdan hadislar eshitdi, uning Muvatta asarini yodlab oldi. Onasining tarbiyasi sababli Imom Shofiiy buyuk olimlardan biri bo'lib yetishdi. Aziz opa-singillar, sizning butun avlodni tarbiyalashdagi o'rningiz va xizmatingiz juda katta. Muhtaram oila boshliqlari, ayolingiz farzandingizga ta'lim tarbiya berishlarida ularga yordamchi bo'ling. Ularni qo'llab-quvvatlang, kerakli sharoitlarni to'g'rilab bering. Ibrohim alayhisalomning qissalarini eslang. Ibrohim alayhissalom ayollari Hojar onamiz va farzandlari Ismoil alayhissalomni cho'lda tashlab ketayotganlarida ayollari buni Alloh sizga buyurdimi deb so'raydilar. Ibrohim alayhissalom ha deganlardan keyin Hojar onamiz xotirjam bo'ldilar. Hech kim yo'q cho'lda ona bola yolg'iz qolishdi. Ismoil alayhissalomning tarbiyasi bilan yolg'iz Hojar onamiz shug'ullana boshladilar. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Bas qachonki bola uning o'zi bilan birga yuradigan bo'lganida
ey o'g'ilcham, men tushimda seni so'yayotganimni ko'rmoqdaman, qarab ko'r, nima dersan dedi. U, ey otajon, senga amr etilganni bajar, inshaalloh meni sabr qilguvchilardan topursan dedi. Safat surasining 102-oyatida. Qarang, Hojar onamizning bergan tarbiyalarini olib ulg'aygan solih farzand otasining so'roviga qanday go'zal tarzda javob berdi. Nuh va Lut alayhimussalomning ayollari erlariga itoatgo'y bo'lishmagan va natijada farzandlari ham solih bo'lishmagan. Alloh taolo bunday marhamat qiladi va u kema ularni tog'lardek to'lqinda olib ketayotganida Nuh bir chetda turgan o'g'liga, ey o'g'lim, biz bilan birga mingin, kofirlar bilan birga bo'lmagin dedi. U o'g'il, toqqa joylashib olsam meni suvdan saqlaydi dedi. U esa, bugun Allohning amridan saqlovchi yo'qdir magar kimni rahm qilsagina saqlar dedi. Shunda oralarini to'lqin to'sdi va u o'g'il g'arq bo'lganlardan bo'ldi. Hud surasining 42-43-oyatlar. Aziz opa-singillar, kelajagingiz bo'lgan farzandingiz tarbiyasiga aslo befarq bo'lmang. Ularni ilmli va go'zal axloqli qilib voyaga yetkazing.